Bir bordan assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Player Steve. Bugun qanday bunday narsalardan jang qilamiz. Mahluqlar bilan qanunda ketdik. Birinchi bo'lib inventariga narsa qo'shgan modim mana bular bo'ladi. Tiqqin narsalar. Qarang, zo'rmi? Men yangi modni topdim. Nima bu? Hozir ulgurmay qolmaslik uchun men tintalarni ham sizlarga men maslahat qilib bergan bo'lardim. Qani mana tintalarni qarang. Eng yoqqan tinta menga mana bu. Sizlarga qaysi bo'lsa, izohlarda menga yoqdi deganlari iltimos. Xullas kelganlar bo'ldi. Ko'p narsada bordim. Endi ana orolga ketdik. Biz o'zi ashnaqa orolda paydo bo'libmiz. Hozir survivalga o'tib olamiz. Kechqurun bo'lishini kutib, biz mahluqlar bilan jang qilamiz. Qanunda ketdik. Xo'p, bu mol yuribman. Kechirasizlar, bugunroq ovozim boshqacharoq. Sizlarga ovozim yoqyaptimi, bilmadim. Men o'zimcha qanaqadir ovozlar olib yuribmanmi? Ovoz beringlar deb ovoz beringlar. Xo'p, mana eski ovozimga ham qaytib olay. Xo'sh, mana bu orol bo'laveradi biz uchun. Bizga yetadi-ku, yo'yamman-u. Xo'p. Endi esa biz mana bunday qilamiz. Survivalga o'tamiz. Kechqurun bo'lishini kutamiz. Kechqurun ham bo'ldi, endi mahluqlar kelishini kutamiz. Bolta bilan choppaman kelsa. Mana bu qilichimni tamidan tatib qolmaning. Öldün o'zing. Menga ruh ko'taryapti o'zingizmi o'zingizcha. Men sencha ko'rmadim. Hozir arqamdan creeper kelib qolsa. Uyat. Otamanki. Ho'jat. Oho. Endi seni yo'yaman. Shavveluch. Sen ko'p jo'nalar ekansan da yaramas. Ne yeri? Kim uryapti bu yerdan beri mana? Mana uryotgan oyog'i sinsin. Gel. Aynen. Ketib olsam bo'ldi do'stlar, endi ertalab. Kecha chidolmayman. Hozir qanday ertalab bo'lib qoldi? Tushunmadim. Yo'qol. Tupur tashlayman. Chif etib kechirasizlar, yog'ni gapirma qo'ydi. Tupursam tag'iniga yopishib qoladi mahluqlar. Yana menga
ko'pgina bo'lishlariga yuraymi? Ovqat, balkim senda bordir ovqat. Ha, bor ekan. Menga patin kerak emas, sen shuning uchun bu bo'lganing uchun patlaringni beryapsan menga. Yo, taqaqa qong qong qang qang, tikagengem bum bum bam bam. Pam, pishtum pam. Uni uzoqlarga o'tamiz. Eshitinglar. Ana, keladi hozir. Ana, keldi qo'limizga. Sekin. Yo'lda yog'iga qanday o'taman men endi? Jippagim bo'lganda qanazi. Uchib ketardim, mayli. Sizlarga yoqqan bo'lsa, 10 mingta like, 60 ta obuna kelsa, men juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Taruzam bor ekan. Keling, taruzimiz buni. Kim edi? Kirpir. Yeymiz. Ana. Taruzlar ham avvasi bo'laveradi. Chunki biz taruz yeymiz-ku. Ana. Ovqatim ham yetadi. Katanamdan qochib qol. Uyla. Voy xudoyim. Shuncha joyga qaytib boraman men endi. Mayli. Qanday bo'lardi endi bunaqa narsalar? Mayli. Bularni mana bu yerga qo'yamiz. Bularni esa qayerga qo'yamiz degan savollar. Bugun sizlar bilan hozir men tinta portlatib ko'raman. Menga yoqqan tinta edi, qaysivi deganlar. Mana bu. Endi yondirgan bo'lamiz. To'g'rog'i yondirgich. Mana aktivlashtiramiz. Voy, tez qoch. Suvda ichiga kirib ko'rish kerak. Qochishga muhlat. Bo'lmasam qotidi. Minecraft videomiz uzilib qolmasligi uchun men nega portlataman? Jinniman. Mana. Fanhoyat daraxtli joy. Ko'rmayman dedim. Ko'rar ekanman-ku. Ana. Fanhoyat o'zimizni joyimizga ham yetib keldi. Hop, keyingi videoda bo'lsak agar mana bu joyda biz uy quramiz. Yo narigisida. Keyingi videoni ko'rmoqchi bo'lsalaring, mening kanalimga 60 ta obuna kelib, 10 mingta like bo'lsa, qanunda boshladik. Shu obunalardan men iltimos 200 taga yaqinlashaylik. Iltimos obuna bo'lish eslaringizdan chiqmasin. Ikkinchi qismi ham bo'lsa agar daraxtda shunda uy qurib men jang qilishni boshlashga qaror qilaman. Obuna bo'lish eslaringizdan chiqmasin.